Rejalar o'zgaradi, daqiqalarni hal qiladi. Sobiq dushman Xabi Alonsoni ishdan bo'shatishdan qutqaradi. Futbol ba'zan o'z rejalariga juda ishonadiganlarni masxara qilishni yaxshi ko'radi. Rodrigoning bu mavsumdagi hikoyasi aynan shunday voqea. Yaqinda tizimning ixtiyoriy elementi sifatida qabul qilingan o'yinchi to'satdan murabbiyga eng qiyin paytda suvda qolishga yordam beradigan o'yinchiga aylandi. Katta va'dalar va avanslar orqali emas, balki xato narxi ayniqsa yuqori bo'lgan aniq epizodlar orqali. Xabi Alonso o'z modelini yaratganida Rodrigo uzoq vaqt davomida asosiy shaxsga o'xshamadi. U o'yin keskinlashadigan odam emas edi, ajralmas deb hisoblanmadi va agar klub bosh joy bo'shatishi yoki resurslarni qayta taqsimlashi kerak bo'lsa, chiqish ro'yxatida bo'lishi mumkin edi. Katta klublarda bunday qarorlar tez va hissiyotsiz qabul qilinadi. Ammo futbol odatda bo'lgani kabi o'z ssenariysi bo'yicha davom etmoqda. Xo'sh, dekabr oyi rasman Rodrigoga bag'ishlanganga o'xshaydi. Dushmandan qahramongacha braziliyalikning o'zgarishi. Hammasi Chempionlar Ligasining Manchester City'ga qarshi o'yinidan boshlandi. Real'ning tarkibi og'ir va g'ayrioddiy edi. Kylian Mbappe yo'q, hujumda cheklangan tanlov va maydonga chiqqan har bir kishiga maksimal mas'uliyat yuklangan. Bunday sharoitda odatiy iyerarxiya yo'qoladi va bosim ostida tavakkal qilish va qaror qabul qilishga tayyorlik birinchi o'ringa chiqadi. Va bu sxema orqasida yashirmagan Rodrigo bo'lib chiqdi. Birinchi bo'limda u shunchaki ishonchli ko'rinmadi. U gol urdi va Real'ni oldinga olib chiqdi, garchi o'yinning ma'lum bir qismida bo'lsa ham. Ushbu gol vaziyatning ramziga aylandi. Asosiy yulduzsiz jamoa bosim ostida Yevropaning eng kuchli raqiblaridan biriga qarshi va hal qiluvchi so'zni yaqinda ikkinchi darajali deb hisoblangan o'yinchi aytadi. Uchrashuvdan so'ng Pepe Guardiolaning maqtovlari taqdim etildi. Bu kamdan kam uchraydigan va oshkora e'tirof, ayniqsa bunday qarama-qarshilik sharoitida. Bir necha kundan keyin yanada muhimroq epizod paydo bo'ldi, ammo boshqa kontekstda. Ishdan bo'shatish. Alaves bilan o'yin haqiqatan ham hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. Xabi Alonso atrofida juda ko'p mishmishlar tarqaldi. Mag'lubiyat uning kelajagini shubha ostiga qo'yishi mumkin edi. Ishdan bo'shatish haqidagi gaplar tobora kuchayib borardi. Bu turnir o'yini emas, balki boshqaruv o'yini edi. Jamoaga shunchaki ko'zoynak kerak emas edi. Bir lahzani o'z zimmasiga oladigan va bu erda va hozir savolni yopadigan odam kerak edi. Va bu odam yana Rodrigo bo'lib chiqdi. G'alaba qozonish uchun gol nafaqat 3 ochko, balki murabbiy va jamoadan bir muncha vaqt bosimni olib tashladi. Bunday o'yinlarda o'yinchining maqomi bir zumda o'zgaradi. Siz fonda eriydi yoki siz suyanadigan omilga aylanasiz. Rodrigo uchun bu shunchaki lahza edi, keraksiz, shovqinsiz, ammo sezilarli ta'sir bilan. Rodrigoning mavsumdagi raqamlari yorqin emas, bir nechta samarali harakatlar, rekordlar va uzoq seriyalarsiz. Ammo bu holda bu asosiy narsa emas. Boshqa muhim. Asosiy paradoks. Xabi Alonso Rodrigo atrofida loyiha qurmagan. U unga yetakchi rolni va'da qilmadi va unga tuzilmani moslashtirmadi. Ammo bu Rodrigoni katta bosimga tayyor bo'lgan o'yinchini yaratgan qat'iy talablar, aniq ramkalar va imtiyozlarning etishmasligi edi. Ba'zida futbol dastlab qo'yilganlarni emas, balki tizim stressni boshdan kechira boshlaganda foydali bo'lganlarni mukofotlaydi. Barcha neytral futbol muxlislari bu yigit uchun xursand bo'lishlari kerak. Chunki bu hikoya avanslar yoki media holati haqida emas. Bu o'z vaqtida va ortiqcha gaplashmasdan ishlatilgan imkoniyat haqidagi hikoya. Ba'zida murabbiy o'yinchini haqiqatan ham jonlantiradi, garchi u dastlab uni keraksiz deb hisoblagan bo'lsa ham. Va futbol yana bir bor isbotlaydi, rejalar o'zgaradi, ular lahzalarni hal qilishadi. Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Bitta like bosib keting albatta.